Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana onlayn soha kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi video darsligimizda internetda, ya'ni pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib afsonaviy Envuti saytimizdan sizlar bilan birgalikda qanday qilib bonus olishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Videorolikni ko'rishdan oldin har doimgidek kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachani bosib qo'yasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'sh, saytdan ro'yxatdan o'tish o'ylaymanki juda ham oddiy. Shunchaki parol, logonlaringni kirgizasizlar va saytdan ro'yxatdan o'tasizlar. Unaqa qiyinchilik yo'q. Xo'sh, ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bu yerda do'stlar tepada nastroykani ochamiz va bu yerda razdacha degan joyga kirsak, endi hozir mana ya'ni robot kapchasi turibdi. Ya'ni sizlarda VKontakte ijtimoiy tarmoqlaring, ya'ni bu rossiyskiy messenjer, ana shunaqa VKontakte ochasizlar. Kimda kim VKontakte yo'q bo'lsa va VKontakte ochganingizdan keyin o'sha VKontakte profilingizni mana shu saytga ulab qo'yasizlar. Ulaganimizdan keyin ya'ni robot kapchasini teramiz. Bu yerda получит каждый день deyapti. Do 100 rubldan, ya'ni 100 rublgacha bonus berar ekan do'stlar. Xo'sh, mana bu yerda получит bosamiz. Kapchani terganimizdan keyin ustiga bir marta bosamiz. Mana ko'ryapsizlar, sayt bizga 1 rubl 95 kopek pul berdi do'stlar. Har 24 soatda biz do'stlar mana shunaqa bonus olishimiz mumkin bo'ladi. Gohida 1 rubl beradi, gohida 5 rubl, gohida 100 rubl ham beradi do'stlar. Shunaqa. Xo'sh, saytdan xuddi shu tarzda pul, ya'ni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sarmoyasiz, bu aslida sarmoya kiritib pul ishlanadigan sayt, ya'ni sarmoyasiz ham xuddi shunaqa ishlasa bo'ladi. Ya'ni har 24 soatda biz bir marta bonus olishimiz mumkin bo'ladi. 100 rubldan 1 rublgacha bonus beradi. Xo'sh, endi saytda sarmoya tikib pul ishlayman desalaring, bu yerda mana Papamnet degan joyga kirasizlar. Bu yerda Piastrix, Visa, Freekassa, Yandex Money, bu yerda FK Wallet degan kasholoklardan saytga pul olib kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda minimalniy summa do'stlar 100 rubl ekan. Xolasak Visa kartadan, Visa Master, kimda kim Visa Master kartasi bo'lsa bemalol saytga depozit kirgizishi mumkin do'stlar. Shunaqa. Xo'sh, bu yerda Vivesti bo'limidan saytdan pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Men bu yerda mana 3 marta pul chiqarganman. 2022 rubl, 5000 rubl, 5000 rubl. Buni ancha bo'lgan chiqarganimga, где-то 2-3 oy bo'lyapti. Sayt 100% pul to'lagan do'stlar. TV hamyonga chiqarganman. Hozir TV hamyonga ham chiqarsa bo'lsa kerak menimcha. Bu yerda Payer, FK Wallet, Visa, Master kartlarga pul chiqarib olish mumkin ekan. Kiwi nimalarni olib tashlagan ekan do'stlar. Xo'sh, ko'ryapsizlar, sayt juda ham ajoyib bomba sayt do'stlar. Normalniy pul ishlasa bo'ladi. Aqlda ishlatib ishlasa bu saytda do'stlar, muhimi saytda azartga berilmash kerak. Azartga berilsalaring, bu sayt sizlarni halokatga uchratadi. Shuning uchun azartga berilmanglar do'stlar. Xo'sh, bugungi video roligimiz mana shundan iborat edi. Sayt linki video ostida bo'ladi, video opisaniyasida yoki kommentariyga qo'yib qo'yaman do'stlar. Hammaga xayr. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha hammaga xayr deb qolaman do'stlar.